Assalomu alaykum hurmatli o'quvchilar. Bugun bolalarni sizlardan o'qib yeni bölümünü boshlaymiz. Yeni bölüm teatr, madaniyat, san'atlar bahsi. Bugungi darsimizning mavzusi teatr tarihi. Bolalar, bugungi darsimizning maqsadi o'qish va tinglash materiallari bo'yicha matnning bayon qilish sistemasini saqlagan holda har bir bo'ligidan ilingan axborotlardan ixcham matn, annotatsiya, tezis yozish. Bugungi darsimizning ikkinchi maqsadi oddiy jumlalarning maqsadiga, qurulmasiga bog'liq turlarini olishni bilish. Bolalar, darsimizning kirishma savollariga javob berib ko'ringlar. Sizlar teatrda bo'lganmi? Qanday teatrlarni bilasizlar? Kitabımızın 132. betidagi 2. topshirmadagi matn bilan tanishamiz. Teatr dastlab qadimiy Grekiyada paydo bo'lgan. Grek tilidan tarjima qilganda teatr so'zi ko'rinish degan ma'noni beradi. Uning tarkibiga aktyorlarning rollarni ijro qilishi, muzika va usullar, poeziya va proza, dizaynni bezanlash va rassomlik kirgan. Dastlab tragediya va komediyalar paydo bo'lib, ularga xor jo'r bo'lgan. Aktyorlar bo'lsa sharaf, imorat, ishorat, mimika, his-tuyg'u orqali o'z mahoratini ko'rsatgan. Ko'p vaqtlarda o'yinlar ochiq osmon ostida ko'rsatilgan. Tomoshabinlar do'nglarda va boshqa egizliklarda o'tirib, o'yinni tomosha qilgan. Aktyorlar bo'lsa to'p-to'z maydonda o'z hunarini ko'rsatgan. 20-asrdan boshlab opera va balet ommaviylashishga boshladi. Elektr yo'liga orqali sahna yoritildi. Zamonaviy teatrlarning xarajati ustun bo'ldi. Rejissyor, prodyuser va aktyorlardan boshqa texnik mutaxassislar, dizayner, dekoratorlar, kostyum va grim tayyorlovchilar kerak bo'ldi. Teatrlar bir necha turga bo'linadi. Drama, balet, opera, pantomima, qo'shiq teatrlari. Qadimiy davrlardagi teatrlar hozirmi odamlarning ruhoniy taraqqiyotiga cho'ng ta'sir qilib, ularning ijodiy, madaniy taraqqiyotiga mumkinchilik berdi va dunyoga ko'z qarashini shakllantirdi. Bolalar, bu sizlar ko'rib turgan tirak so'zlar. Dastlabki teatrlar qayerda paydo bo'lgan? Qadimiy Grekiyada. Aktyorlar o'z hunarini qayerda ko'rsatgan? To'p-to'z maydonda. Tomoshabinlar qayerda o'rnashgan? Do'ng va egizliklarga o'rnashgan. Teatr so'zi qaysi tildan kirgan so'z? Grek tilidan kirgan so'z. U qanday ma'noni bildirdi? Ko'rinish degan ma'noni bildirdi. Teatr qanday turlarga bo'linadi? Drama, balet, opera, pantomima, qo'shiq teatrlari degan turlarga bo'linadi. Hozir sizlarga grafik matn berilgan. Shu grafik matnni tushuntiringlar. Bugungi bizning darsimizdagi grammatik mavzu oddiy jumla. Oddiy jumlaning xabar jumla, savol jumla, buyruq jumla, undash jumla degan turlar bilan bo'lsa, to'dagi sinflarda yaxshi tanish. Sizlarga bunaqa topshirma. Matndan maqsadiga bog'liq 5 oddiy jumlani terib yozish. Topshirma bolalar sizlarga boyagi matn asosida, tirak so'zlar asosida, grafik matn asosida teatr so'ziga klaster qurishtiriladi. Hurmatli o'quvchilar, bugungi darsimizning xulosalab teatr odamning hayotida intayin muhim rol o'ynaydi. U odamning ruhoniy taraqqiyot tuzadi. Odamning ruhoniy taraqqiyot qo'ymay, ijodiy taraqqiyot tuzadi, madaniy taraqqiyot tuzadi. Demak, teatr madaniyat o'chig'i deb aytishning sababi mana shunda. Bolalar, sizlarga hozir stikerlar taqib berildi. Shu stikerlarga bugungi mavzu bo'yicha ag'am tushungan bilimlardan bir tal jumla yozsanglar bo'ldi, ixchamlab yoki bugungi dars mavzusida biz qo'llangan tirak so'zlarning 4-5ni yozsanglar bo'ldi. Uyga topshirma bolalar. Teatrlar to'g'riliq ma'lumotlarni yig'ib kelish, teatrlarni burungi teatrlar bilan selishtirish ham teatr to'g'riliq 5 savol so'rashtirish.